Assalomu alaykum hurmatli fermerlar va dehqonlarimiz. Mana bugun biz Samarqand viloyati Payariq tumani Darushuv muqobiliyatiga qarashli O'rtaboz paxta dalasi fermer xo'jaligining 6 gektarlik g'alla maydonidamiz. Bugungi sanamiz 4-aprel kuni. Havo harorati +25 gradus. Hozirgi paytda biz Doxstar Ultra preparatini yarim litrdan gektarga rasxod qilib qo'llab ko'rmoqchimiz. Mana gandibak holat hozirgi kunda mana bunday. Xudo xohlasa effektini ko'rasiz. 2-3 kunda effektini aytamiz. Mana satilga sop dorini xudo xohlasa yaxshilab aralashtirib ovqatga sop sevib ko'ramiz. Mana reis boğamiz ham keldi yordamga. Mana ovqatga solishlari. Sanjar aka yarmini uni sig'asan. Bo'ldi. Mana Doxstar 1 gektarga 500 gramdan. Birinchi probamiz. O'rtaboz paxta dalasi Payariq tumani. Sana 0403 1 gektarga yarim litr rasxod. Assalomu alaykum Sifat agro kuzatuvchilari. 4-aprel kuni Payariq tumani Darushuv muqobiliyatiga qarashli O'rtaboz paxta dalasi fermer xo'jaligining g'alla maydoniga gandumak begona o'tiga qarshi Doxstar Ultra preparatini gektarga yarim litrdan qo'llaganmiz. 4-kuni qo'lladik, 5-kuni yomg'ir yog'di. Mana hozir ham yog'iryapti, mana hozir ham. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan mana o'timizni qovurib taylagan. Mana holatni ko'rsating videochimizni olib ko'rsatamiz. Vallahi ariqni chiqib taylagan mana. Yarim litrdan qo'llagan. Bugun yana yomg'ir yog'yapti. Buni yana videosini ko'rsatamiz hali. Buni lekin traktorda o'zim nazorat qildik, sepishlarda ham. Traktorda boshida o'zim turib 14 pushta olaman dedi. Men yo'q deb janjallashib 10 pushta qilib septirganman. Ovqa bilan. Holati ovqa bilan sepilgan. Holati shuning uchun 100% gandumakka tiygan dori. Tiyganini qayirib qo'yilgan. Tiyganini qayirib qo'yilgan. Mana. Qana gandumak. Boshqa joylarda ham ko'rsataylik. Hop shu yurib. Hamma joy bir xil. Mana qayerda qarasang mana gandumak o'lik ol. Mana to'la ko'rsat. Mana polni ariqni ham tiqib qo'yilgan. Ko'ryapsanmi? Polni. Polni qovurib qo'yilgan, ey. Ana gandumaklar ahvoli. Sepishda ham gap katta. Farq bor. Mana buni qara ishini. Polni ta'sir qiladi.
Mana hozir yomg'ir yog'yapti, kecha yomg'ir yog'di. 4-kuni Avitda soat 12dan 3 minut o'tgan payt sevilgan maydon bu. Videolari bor, sizlarga ko'rsatamiz. Mana Aloqa kesindan. Mana qara variqlar. Eng avjlikdan qara. mana. Aziz kuzatuvchilar, mana ko'rishlaringiz mumkin 500 gram Rockstar Rockstar Ultra preparati mana. Hech narsa qo'shilgan yo'q. Shampun, kley, Granstar hech narsa qo'shilmagan. Yakka o'zi sevilgan. Faqat o'zi. Mana gandimaklarni ahvoli mana. Mana ko'rishlaringiz mumkin.